المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yettinchi darsimiz inshaalloh. Qolal hakimu man va'azaka faqat ayqazaka. Kimiki sizga nasihat qiladigan bo'lsa, o'sha nasihati bilan sizni ko'zingizni ochibdi, sizni uyg'otibdi. Va man bassaraka faqat nassaraka. Kimiki sizni uyg'otgan bo'lsa, sizni ko'zingizni ochgan bo'lsa, o'sha nasihati bilan, va'zlari bilan u sizga yaxshilik qilibdi. Va man awdaha va bayyana faqat nasaha va zayyana. Kimiki izohlasa va ochiq oydin bayon etsa, samimiyat ko'rsatibdi va ziynatlabdi. Va man hazara va basara fama g'adara va ma qasura. Kim ehtiyot va ogoh bo'lsa, demak mana shu ma'vizalarga kimiki quloqini tutadigan bo'lsa, shunga beparvo qaramaydigan bo'lsa, ya'ni e'tiborsiz bo'lmabdi, xiyonat qilmabdi. Demak, majlis haqqi amri ma'ruf nahiy munkar bo'lsa, uni tinglab eshitishlik, unga quloq solishlik, uni rioyasi bo'ladi, e'tibori bo'ladi. Agar shunga e'tiborsiz bo'lsa, bunga nasihatga quloq tutmaydigan bo'lsa, u ayni xiyonat qilgan bo'ladi va qiyomatda mana shu majlis uchun amri ma'ruf nahiy munkar rioyasini qilmaganligi uchun javobga tortiladi. Asriy bayonda shunday keltiriladi-ki, zamonning o'z qurganlarini buzayotganlarini ko'rdim. Berganlarini qaytarib olayotganlarini ko'rdim va kiydirganlarini yechib olayotganlarini ko'rdim. Zamon sizu bizlarga yaxshi hayot bergan bo'lsa, bir farovon, to'la-to'kis hayot bergan bo'lsa, ishimiz zo'r bo'lsa, hayotimiz, maishatimiz yaxshi bo'lsa, Alloh taoloni, ya'ni o'sha narsalarni olishligi bilan sinashligi, o'zini ma'yus holatda ko'rib qolishda istamasa, yo'qotishdan qo'rqadigan narsani olmasin. Ya'ni yo'qotishdan nimani qo'rqishimiz mumkin biz? Bizi qo'limizga keladigan narsadan pulmi, boylikmi, mashinami, boshqa narsami, umuman nima bo'ladigan bo'lsa, agar biz o'sha narsani yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan bo'lsak, o'sha narsani olmasin. Dunyo va undagi barcha matolar qo'ldan qo'lga o'tishi mumkin, lekin zinhor ko'ngilga yaqinlashtirib bo'lmaydi. Dunyoga mehr qo'yishlik insonda bir ko'ngliga kirib qoladigan bo'lsa, qalbiga kirib qoladigan bo'lsa, u ko'ngilligidan chiqar ekan. Hazrat, sizning molingiz, o'sha karvoningiz falon yerda qaroqchilarga duchor bo'ldi, yarimi yonib ketdi, yarimi qaroqchilar qo'liga o'tib ketdi desa, indamay turib alhamdulillah degan ekan. Ana undan keyin yana oz vaqtlar o'tgandan keyin, bir yarim soat, 1 soat vaqt o'tgandan keyin, Hazrat, boyaga xabar yanglishib kelgan ekan, u sizning karvoningiz emas ekan, u boshqani karvoni ekan desa, yana jim o'ylanib turib alhamdulillah degan ekan. Siz yomon xabar kelganda ham alhamdulillah dedingiz, yaxshi xabar kelganda ham alhamdulillah. Buni boisi nima deb so'rashganda, birinchi xabar kelganda, musibat kelganda ichimga quloq soldim. O'sha molimdan ayrilganligimda hammasini ichimga quloq solib turdim. Ichim hech narsa demadi. Demak, u qalbimga kirib qolmagan ekan. Shuning uchun Allohga alhamdulillah dedim degan ekan. Ikkinchisida moli sog' qolganligi, buni bayoni, xabari yetganini eshitdi-da, qalbiga bunday quloq soldi. Qalbi xursand bo'lmadi. Bu mol uni qalbiga kirib qolmagan ekan. Shuning uchun Allohga hamd aytgan ekan. Shuning uchun aytadi-yu, dunyoda kema misoli bo'lish kerak. Dunyoda suzish kerak. Dunyo misoli uchun mayli boy bo'ling, saxiy boy bo'ling, ishingiz zo'r bo'lsin, biznes zo'r bo'lsin, hayot zo'r bo'lsin, faqatgina o'sha narsa bizning qalbimizga kirib qolmasligi kerak. Qalbimizga kirib qolishligi o'zi dunyoda ma'lum bo'ladi. Saxiylikdan qisib qolasiz, baxillik bo'lib qoladi yoki bo'lmasa infoq ehsondan qisamiz. Vaqti kelsa o'sha ishni deb turib ibodatni tark qilamiz. Bu ayni dunyoni qalbga kirib qolishligi hisoblanadi. Kema misoli bo'lsa, kema daryoni suv ustida suzar ekan, uni ichiga suv kirmasa kema cho'kmaydi. Qalb ham xuddi shunday. Dunyo qalbga kirib qolsa, u qalb cho'kadi, agar kirmasa, o'sha cho'kmasdan oxirigacha yetib boradi manziliga. Hayot davomida ham bilamiz,
o'sha otasi katta ishda ishlagan yoki bo'lmasa tog'asi katta ishda ishlagan, boshqa bo'lgan, dunyo oqib kelgan. Kerak bo'lsa, o'shalarni oldiga biri tushalmagan. Otasi aytaylik bir joyda boshqaruvchisi bo'lgan, hokimmi, boshqa bo'lgan, o'sha bolalarini oldiga biri tushalmagan o'sha paytda. Biri minmagan mashinalarda mingan, biri o'tirmagan joylarda o'tirgan, biri qilmagan maishat, birini qo'li yetmaydigan narsalarga qo'li yetganlar bo'lganda. Endi u ko'p uzoq o'tmishga o'tmaymiz, shu davrda, shu zamonamizning o'zida ham. Lekin hozirgi kunda o'shalarga e'tibor bersangiz, o'sha paytdagi holati bilan hozirgi paytdagi holatini ko'rsangiz, achinasiz o'shalarga. Voy deysiz, bu falon paytda shuna yuradi, shunaqangi yuradiki, mana Alloh taolo ko'rsatib qo'yibdi-da deysiz. Shunaqangi xor holatda yurganlar hozir ham bilamiz. O'shaning uchun bu dunyo bir kiyintirsa, bir yechintirib oladi. Bir berganni bir qaytib olib sinaydi. Azizlikni xohlasang uni toat bilan, boylik istasang uni qanoat bilan talab qilgin, ya'ni so'ragin. Demak, biz dunyoda aziz bo'lmoqchimiz, hamma bizni yaxshi ko'rmoqchi. Bunga nima bilan yetilinadi desa, uni toat bilan. Toat nima bilan bo'ladi desa, faqatgina masjidga kelib namoz o'qib ketish bilan emas. Toat degani bu Alloh taologa ibodat qilishlik, bu taqvo qilishlik. Toat degani bu qo'ni qo'shnichilik rioyasini qilishlik. Toat degani bu banda bilan bandani orasidagi haqlarni ado qilishlik. Toat degani bu ahli ayol nafaqasi. Toat degani bu farzand tarbiyasi. Toat degani bu roza tutishlik. Toat degani bu ibodatlarni vaqtida qoyim qilishlik. Toat degani bu birovga zulm qilmaslik, qo'li bilan ham, tili bilan ham. Ana endi mana shularni qiladigan bo'lsak, biz aziz bo'lmoqchimizmi? Mana shunga amal qilsak aziz bo'lar ekanmiz, dunyoda ham, oxiratda ham. U azizlik boylik to'plashlik bilan, qandaydir shon sharafli bo'lishlik bilan, bitta kursiga o'tirib olish bilan, falon joyda bir boshqaruvchisi bo'lishlik bilan bo'lmas ekan, balki toat bilan bo'lar ekan. To'g'ri-da, misol uchun zo'r hali mavqei kuchli odamlar bor, boylar bor qancha, lekin sizni qalbingizda unga nisbatan hurmat yo'q. Alloh taoloning buyurgan buyrug'ini bajarmasdan, hali namozga beparvo, ichib chekib yuravergandan keyin qaytarig'idan qaytmasa, boshqa qilmasa, u qanday qalb u? U biz musulmon odam unday qalbni qanday hurmat qilishimiz mumkin? Ana boylikni istasang, uni qanoat bilan talab qilgan. Boy bo'lmoqchi bo'lgan inson sabr, qanoat bilan yetadi, asta-sekinlik bilan, shukr qilishlik bilan. Ikkinchi ma'nosi, haqiqiy boylik qanoatda ekan. Aytaylik, bir kunlik yeydigan yemishingiz bor, aytaylik, mashinangiz yo'qdir, velosipedingiz bor. Mana shuni o'zi yetadi boylikka. Qanoat bo'lsa. Shunaqangi boylar bor, to'ymaydi. Shu pulga urishtirish kerak, kechasi bilan uxlamay chiqadi. Birovga berishi ham qiyin, olishi ham qiyin. Shu pulimni qanday ko'paytirsam kerak deb yurgan boylar borki, u boy deyilmaydi u. Nimaga? Chunki qanoat yo'q. Haqiqiy boylik qanoatda. Biz qanoat qila olsak, haqiqiy boy inson bo'lamiz. Bergan kuniga, bergan rizqiga, Allohga shukr, shuni beribsan denglar, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Allohga shukr, bugun savdomda shu yozgan ekan, shu bo'ldi deng, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Bo'lmadi-da. Falonchi mendan o'tib ketyapti. Falon narsa bo'lyapti. Shuncha harakat qilsam ham bo'lmayapti deydigan bo'lsak, ana u bizni boyligimiz emas, bizni qanoatsizligimiz hisoblanar ekan. Senga ishonmaydigan kishiga nasihat qilma. Nasihatingiz olmayaptimi? Nasihat qilmang. Sendan qabul etmaydigan kishiga maslahat berma. Hali aytadi-yu, mana yuqorida ham aytdik, nasihat bu nasihatni olmaydigan kishiga qilishlik, ilmda zoyi qilishlik hisoblanadi. Xuddi hali zarbul masalda kelgan-ku, maymunlarda hali yonib turadigan fosforli qurtni ustiga barglarni qo'yib fudashyapti ekan. Uni qush ko'rib, maymunlar, bu cho'g' emas bu. Bu xazonlaring qo'ygan barglaring puflaganlaring bilan yonmaydi. Bu cho'g' emas, bu qurt bu. Yonib turadigan qurt shunchaki. Desa ham quloq solmaydi. Bular tushunishmayapti, eshitmayapti deb pastroqqa tushadi. Yana aytadi, yana quloq solmaydi. Yana endi oxiri oldiga kelib, maymunlar, bu
Qurch bu, cho'g' emas bu, yonmaydi, shuncha harakat qilavermanglar desa, bir urib o'ldirib qo'yadi-yu. O'shanday hali maymunlarga gap bekor deydi-da. Mol dunyoning yaxshisi ozod kishini qul qilgani. Ya'ni bunda tushuniladiki, o'rniga tushgan ehson oluvchini beruvchiga quldek moyil qilib qo'yadi. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan balandda har doim. Bersangiz u past bo'ladi. O'sha bunda aytilinyaptiki, qul qilishligi bu sizni haqqingizga duo qiladi. Kimga beradigan bo'lsangiz, sizni haqqingizga duo qiladi. Ey Alloh, shuni ishini barorini bergan, qulam hojasini haqqiga duo qiladi-yu, hojamda ishini barorini bergan nima? Ishini barorini bergandan keyin o'ziga yaxshi bo'ladi. Ana kimgadir yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, o'sha molingizdan infoq qiladigan bo'lsangiz, u sizni duo qiladimi? Demak, u sizga qul bo'lgani, tobe bo'lgani. Yegan og'iz shunaqa bora. Eng yaxshi amal nima? Kimdir sizni bizdan minnatdor bo'ladigan bo'lsa, u eng yaxshi amal. Bu amallar sanab chiqishimiz mumkin. Hammasi ham o'sha shablonga tushadigan bo'lsa, shunga kimdir minnatdor bo'ladigan bo'lsa, o'sha yaxshi amal. Aytaylik, ko'cha-ko'yda bir cho'p topib qo'yapmiz, kimdir minnatdor bo'lyapti. Aytaylik, kimdir mushkulini oson qilyapmiz, u minnatdor bo'lyapti. Demak, o'sha eng yaxshi amal. Mashinada ne to'xtadik, avarinkani yoqdida chiqing dedik, chiqarib yubordik, ne yurib turib avarinka yoqib qo'yadi yana minnatdorchilik belgisi sifatida. Xursand bo'lyaptimi? Demak, o'sha eng yaxshi amalimiz. Odamlar sizdan minnatdor bo'ladigan bo'lsa, o'sha eng yaxshi amal ekan. Hammamiz mo'min musulmonmiz. Demak, nurli bo'lishligimiz uchun bizni yuzimizda nur istarasi issiq, nurimiz, iymon nurimiz ziyoda porlab turish uchun nima qilishimiz kerak ekan? Tunda ibodat qilishligimiz kerak ekan. O'shaning uchun ora-orada bo'lsa ham tunlarda budilnikni qo'yib, bir tahajjudga turib turaylik har zamonda bo'lsa ham. Nimaga? Chunki bu qalbni poklaydi. Uni hech kim ko'rmaydi-da. Mana masjidga kelganimizni kimdir ko'radi. Endi qalbda o'tishi mumkin-da. Palonchi jamoatda ko'rinmadi, demasin ham deb chiqadi. To'g'ri, birinchi o'rinda Allohning ibodati. Buni demoqchi emasmiz, lekin qalbda baribir nafs, shayton bor. Lekin u tunda turganingizni hech kim bilmaydi-da. Kerak bo'lsa, ayolingiz bilmaydi. Yolg'iz Alloh uchun turgan bo'lasiz. Ana o'sha munojot deyiladi. Alloh bilan yakkama-yakka qolib gaplashishlik o'sha. Allohdan so'rashlik. Dunyo ishi tugamaydi. O'lim haq. Bir kun ketarimiz bor. Ertaga ketarmiz, indinga ketarmiz. O'lmayman deganlarda janozasini o'qiyapmiz. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlar o'zlaringizni hisob-kitob qilib yuringlar. Hisob-kitob kuni kelib qolmasdan oldin. Zamonning hammasi bir xil emas. Hech ishi yurishmayotgan, g'amgin bo'lmang. Bir kun yaxshi kun keladi. Zamonning hammasi bir xil emas. Bir kun musibatda doim yurgan bir yaxshi kun keladi. Inna ma'al usri yusran. Bitta qiyinchilik, ikkita osonchilik, yengilchilik bilan bo'ladi. Har doim bir musibat keladigan bo'lsa, orqasida albatta yaxshilik bor. Musulmonga o'zi musibat kelishligi bu yaxshilik. Ishingiz yurishmayotgan, dehqonchiligingiz bo'lmayotgan. Har doim bo'lmaydi emas, bo'ladi. Har doim bo'layotgan, tayyor turing, bo'lmasligi ham mumkin. Sabzi bosib qo'ygan bo'lsangiz, bir oshib ketishi ham mumkin, bir tushib ketishi ham mumkin. O'shaning uchun niyatni to'g'ri qilib qo'yish kerak. Niyat qanaqa? O'sha paytga borganda shu aholi qiynalmasin. Shu aholiga yetkazib beray. Keyin o'sha paytda ham salgina o'sha misol uchun bozordan arzonroq qilib aholiga chiqarib bersangiz, ana o'sha yaxshi niyat to'g'rilab olishligimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik aytadi-da, bu yaxshi emas ekan, bunaqa narsalarni bosib qo'yib, oshganda sotaman deyishlik. Yo'q, azizlar, niyatni to'g'rilab qo'yishligimiz kerak. O'sha niyat Allohning rozichiligi, shu uzukchilik paytda aholi qiynalmasin, xalq qiynalmasin, musulmonlar qiynalmasin deb niyat to'g'rilab qo'ysak, ana unga ajr bo'laveradi. Ko'pincha osmonlar torayib, so'ngra kengayadi. Yurishmay turgan ishlarimiz bo'lsa, bir kun kelib yurishadi. Yurishib, o'zimizni bosar tusarimiz bilmay, oyog'imiz uzilib ketayotgan bo'lsa, bilib olaylik, bir kun kelib sekin qisqarishi bor. O'shaning uchun hali kelganda ham, borida ham o'zimizni hali ramkamizda yurganimiz yaxshi, yo'g'ida ham o'sha ramkamizda turganimiz yaxshi. Musibat, isyon qilib yormasdan Alloh taologa. Chunki mana dunyo albatta ketuvchi, vaqtincha foydalanishga berilgan bir narsadir.
Shunday ekan, undan foydalanishda o'rtacha bo'lgin. Halolini olgin, haromini tark etgin. Ba'zida shunday zo'r vaziyatlar bo'lib qoladi-da, pul kerak bo'lsa oqib keladi, lekin tayin tuyni yo'q pullar kelib qoladi. Haromda u. Ba'zi holatlarda shunday. Endi shayton bor. U narsani sizga chiqaradi, u narsani. Bir ishingiz zo'r bo'lib ketadi, daromad, to'xtadingiz. Bu qayerdan kelyapti o'zi? Haromdan kelyapti. Bo'ldi, buni tark qilish kerak. Oz bo'lsa ham halolman. Ko'pchilik aytadi-da, shu deydi, mana bu narsadan deydi, shu masalasi chataq edi, harom pul edi. 10 million pul topdim deydi, bitta ham baraka qilmadi deydi. Peshona teri bilan 400 ming topdim, hali ham tugamaydi deydi. Baraka nimada ekan? Baraka o'sha peshona teri haloli 400 ming so'mda ekan. 10 millionda emas. 10 million topasiz, qayerga ketganini bilmaysiz, qayerga sarflaganingizni bilmaysiz. Haqiqatan ham yaxshilikning aniq va ravshan surati bor. Alloh kimniki yaxshilardan qilgan ekan, uni o'sha suratda shakllantirgan. Sizu bizlarga yaxshilik ayon. O'sha yomonlik ham ayon. Musulmonning fitratida, qalbida solib qo'yilganda yomonlik. Misol uchun, aroq ichayotgan bilmaydi deymizmi o'shani yomonligini? Chekayotgan bilmaydi deymizmi gunohligini? Kimnidir haqqini yeyotgan bilmaydi deymizmi? Biladi. Hamma biladi. Chunki insonning fitratiga solib qo'yilgan u narsa. Shu to'g'ri emasda deb qo'yilinadi-yu, yana nafsga qirib solib ketaveramizda. Alloh taolo kimniki o'sha yaxshi insonlardan qilgan bo'lsa, uni yaxshilikda shakllantirgan. Demak, siz biz Alloh taologa qadam bosib yaxshilik sari harakat qilsak, bizni faqat yaxshilikda olib ketar ekan Alloh taolo. Odamlarning axloqlarini sinab, kuzatib, ularning boy badavlat insonlarga tobeligini ko'rdik. Haqiqatan ham shunaqa, haqiqatan ham. Boy badavlat odam kelib qolsa, bir mansabdor odam kelib qolsa, kattaroq, semizroq mashinada, qimmatroq hozirgi paytdagi zo'r mashinalar qaysilar? Endi misol uchun, ko'chada gelikda kelsindir hozir, 350 ming dollar turadi. Tushsindir, qaysi odam qana so'rashayotganini ko'rib olasiz. Nimaga? Boyga odamlar tobe ekan. Va bildikki, odamlarning suygan kishisi ularni yedirib to'ydirgan ekan. Ana endi o'sha boyni suyishligi uchun, odamlar suyishligi uchun nima qilish kerak ekan? Odamlar yedirib ichirish kerak ekan. Bu yedirib ichirish faqatgina dasturxonda yozib yedirib ichirish emas, balki bir yetimni boshini silashlik, bir qariyalar uyiga yordam berishlik, beddomlarga yordam berishlik, bog'chalarga yordam berishlik, mahalla ko'ydagi qiynalgan beva bechoralarga yordam berishlik, ko'mirimi, boshqasimi, infoq, ihson, mana shular bilan ana o'sha boyni keyin odamlarning qalbida joy olar ekan. Albatta inson borki, hammasi ta'maga giriftordir. Insonning tabiatida bor ekan ta'ma qilishlik. Kimnidir yedirib qo'ygan bo'lsa, vaqtiki keladi, shunday vaziyat kelib qolsa, ta'ma qiladi o'sha narsani. Endi ta'ma qilmadi degan taqdirimizda yo'q, rosa taqvoli bu, haqiqatdan ko'nglidan chiqarib bergan degan bo'lsa ham, qalbida ta'ma bo'ladi Allohga nisbatan. Hali bir Alloh yaxshilik qildim. Bu yaxshi ma'noda ta'mada yaxshilik qilib qo'ydim, shu bittasiga mukofotini o'zing berarsan, mukofotini qandaydir bir gunohimga kafforat qilarsan degan ma'noda ta'ma qiladi baribir banda. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloha li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ilohi pok Parvardigor, qalblarimizni iymon nuri, hidoyating bilan munavvar qilgin. Ibodatlaringni beriyo, besum'a ado etuvchi bandalaring qatorida qilgin. Pok Parvardigor, barchalarimizni qalblarimizdagi narsalarimizni bilguvchi zotsan, qalblarimizdagi yaxshilariga yetishtirgan pok Parvardigor. Dunyoni qalbimizga kirib, bizni oxiratda zulmatga tortib ketishligidan o'zing panoh bergin. Pok Parvardigor, saxiy boylar qatorida qilgin va infoq, ihson qiluvchi kishilar qatorida qilgin. Ikki dunyo saodatini barchalarimizga nasib va muyassar qilgin. Va axirud da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika.